Abduqodir Husanov futbol muxlislarini hayratda qoldirishda davom etmoqda. Gap nima haqida ketyapti deb o'ylayapsizmi? Menga obuna bo'lib qo'ying, batafsil tushuntiraman. Avvalo mana bu videoni bir ko'ring. Turkiyaning eng atletik hujumchisi kim? Osimhen? Shubhasiz. Sprinter, sakraydi, harakatchan, atletik. Alloh bergan talant. Lekin o'zbek unga 2 metr orqadan yetib oldi. O'zbek Husanov. SofaScore bu mavsumdagi Chempionlar Ligasida eng tezkor 10 futbolchini e'lon qildi va bu futbolchilar orasida Abduqodir Husanov ham bor. 3-o'rinda Carlos Forbes 34.3 km tezlik bilan 3-o'rinni egallagan bo'lsa, 2-o'rinda Abduqodir Husanov 34.7 bilan 2-o'rin. Va 1-o'rinda Real Madrid forvardi Kylian Mbappe 34.9 tezlik bilan 1-o'rinni egallab turibdi. Va bu nomlar orasida aynan bizning ham yurtimizning ham bo'lishi bizda o'zgacha bir faxr tuyg'usini uyg'otmoqda.